Pulingiz havoga uchib ketyaptimi yoki samarasini beryaptimi? Farzandingiz repetitorga boradi qo'shimchaga, ingliz tili yoki boshqa fanlarga. 1 yillik ingliz tiliga borgan bola bilan yangi kirgan bolaning farqi bormi? Albatta bor. Shunday o'qituvchilar bor, ikkalasini bitta qilib o'tadi, bitta sinfda. Yangi kelgan bolaga alohida, 1 yil kelgan bolaga alohida vazifa qo'yadi. Yangi kelgan bolani 1 yil kelgan bolaga yetkazib olish uchun, maqsad pul olish bo'lib qolgan. O'sha uchun farzandingizni bosqichma-bosqich ko'tarilib borish guruhlarini tashkil qilingan o'quv markazlariga bering. Bu ketma-ketlikda kuchaydimi, keyin guruhga o'tib ketaveradi. O'zini hurmat qilgan ustozlar agar 6 oy, 7 oy bitta bolaga dars bergan bo'lsa, ingliz tilidan yoki matematikadan, men yangi bolani olmayman bu guruhga deydi. Chunki bular uchun mehnat sarflab qo'ygan. Uni yangi bolani yana 0 dan bularni darajasiga olib kelish uchun yana mehnat sarflash kerak. Bular o'smaydi. O'sha bitta yangi kelgan bola bilan vaqt sarflab qolaveradi. Ota-ona farzandingiz bilan tez-tez suhbat qilib tursangiz, o'sha guruhga yangi kelgan bolani olyaptimi ustoz, bilingki, ustozda samara yo'q, sizda pulingiz havoga sovurilyapti. Kommentariyadagi fikrlaringizni qoldiringlar agar gapimni tasdiqlasangiz, haqiqatni gapirayotgan bo'lsam. Menda ham xuddi shunday bo'lgan, farzandimni berganman, qarasam 3 yil 4 yildan beri boradi, yangi kelgan bola bilan bitta qilib o'tayapti. Qanday qilib o'tayapsiz ustozdan so'raganimda, ikkalasini ham eplayman deb aytuvdi. Buni iloji yo'q.